kosmetichkam bo'shab qopti-yu. Tugagan banочкalarimni to'ldirish kerak. AJ Kosmetika 3-filiali Yunusobodda ochildi. Eshitishimcha eng arzon narxlar bo'ladi. Voy, yugurib keldim. Magazinning kattaligini ko'rib, prosta boshinglar aylanib qoladi. Oxirgi kunlarda o'zim yaxshi ko'rib ishlatayotgan shampunimni ham shu yerdan topdim. Voy, shampunlarni ham milliard xili bor ekan. Victoria's Secret losyonlarini ham, spreylarni ham eng arzon narxda va originallarini shu do'kondan topsanglar bo'lar ekan. Mana bir dunyo bor. Voy, xodoylarni ko'rib qoldim-u. Как раз yengillashim kerak edi. Medicube firmasi bizga endi kirib kelyapti, lekin men bularni anchadan beri ishlataman. Juda ham tez ishlaydigan xodoy kosmetikalarga kiradi. Boylarni atir Badicheyani bilasizlarmi? Yeb qo'yimman-u, boshqa joydan shuni $700 olgandim. Butun narxi $450 ekan. Bunaqa arzon narxi eshitib, o'zim xohlab yurgan boshqa atirlarni ham shu yerdan topib oldim. Hammasi 100% original, ishonchli joy. Magazinda Vibr ko'pligidan boshim aylanib chiqolmay qoldim. O'zim men kosmetika olgani keldim. Birinchi shu ishimni hal qila qoldi. Tugagan kosmetikalarimni olishni boshladim. Men bu trend paletka ham bor ekan. Voy, mashlamanga kerak